Mayli, ukam bo'larish bo'ldi. Siqilmang endi. Peshonamizda shu ham bor ekan. Joylar jannatdan bo'lsin. Otam yaxshi inson edilar. Ko'pchiligi foydalar tegan. Janozada ham ko'rding-ku, har bir kelgan odam eslab. Yaxshi inson edilar juda ham. Hamma. Allohning ishlari, Alloh rahmat qilsin. Mayli, joylari jannatda bo'lsin. Qazoy qadarda. Siqilmagan. San ham kirib damingni olgin, charchading. O'ylayverma, siqilaverma. Men ham uyimga borib damimni olaman. Meros masalasini 3-4 kundan keyin gaplashamiz. Hop. Mani ketdim men. Yaxshi o'tir. Xo'p. Yaxshi aytoling. Xo'p. Adasi? Bo'ldi adasi, o'tgan ish o'tdi. Endi siqilmang. Adajon ham yaxshi odam edilar. Joylari jannatdan bo'lsin. Adasi, endi meros masalasini akangizlar bilan yaxshilab gaplashib oling, xo'pmi? Adajon baribir akajonga uy-joy qilib berganlar. Bu uydagi meroslar ham, mashina ham hammasini sizga deb aytganlar. Trillilarda ham sizga berganlar hammasini. O'shaning uchun yaxshilab gaplashib oling. Mana men mashinani ham siz haydab yurardingiz. Endi akajonga berib yubormaysiz-ku buni ham. O'shaning uchun yaxshilab kelishib oling. Ertaga shunday ham muammo bo'lmasdi. Hozirdan hammasini gaplashib olsangiz. Saviga kirur. Men ko'chada ishlarim bor. Xo'p, yaxshi borib keling. Aka, meros masalasini gaplashib olishimiz kerak. Xo'p. Bilasiz, adam baribir ko'proq meni yaxshi ko'rardilar. Endi kenja farzand bo'lganligim uchun-da. Mana topganim saniki derdilar menga. Pashi uy, joy, mashinalar, hammasi saniki bo'ladi bolam derdilar. Endi meros masalasini mana bunaqa gaplashamiz aka. Shu uy joylar, men uchastkani aytdim-man. Mana mashinalar bular meni nomimda qo'yiradi, meniki bo'lib. Rozi bo'lsangiz sizga ana 3 xonali uyni beraman, shu bilan hisobmiz. Endi baribir otam menga hamma narsani ko'proq qilib berardilar-da. Men ko'proq yaxshi ko'rgan farzandi bo'lganligim uchun. Keyin ofis ham men nomimda turaveradi aka. Mabodo sizga qanaqadir yordam kerak bo'ladigan bo'lib qolsa, bexijolat kelaverasiz, men sizga shunday qo'limdan kelgancha yordam beraman aka. Agar rozi bo'lsangiz shunaqa qilaylik. Hali ertaga yana bir-birimizga dushman bo'lib, ko'zimiz ko'zga tushganda bir nafratlanib qaramaylik aka. Eng yaxshi yechim mana shu bo'ladi deb o'ylayman. Mayli, sen nima sen shu? Joningiz omon bo'lsin aka, boringizga shukr. Bo'lmasa notariusga telefon qiliraman. Mayli, qil. Sodiq aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz kelishib oldik. 1 soatlardan keyin ko'rishaveramiz. Xo'p. Voy, zo'r bo'ldi. Hamma uy-joylar ham, mashina ham, hammasi bizning nomimizga qoldi. Endi yengillikni kimga aytsammikan? O'rtog'im bor-ku, o'shanga telefon qilib yengillikni ayting. Xo'sh. Allo, o'rtoq. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat o'zingiz. Yaxshi, rahmat. Nima gaplar so'zimsan, yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi, o'zingiz. Senga zo'r yengilligim bor, o'rtoq. Voy, yo'q, nima yengillikda? Ana meros bo'yicha masalasi bor edi-ku. O'sha hal bo'ldi.
Voy yo'g'i. Ha, bizning nomimizga o'tdi. Hamma narsa uy-joylar, ofislar, hammasi bizning nomimizga o'tdi. Voy, yaxshi bo'pti. Endi eringning yarim boyligi senga qolibdi-da. Hali ajrashib ketsang ham hammasi seniki bo'ladi. Da, hammasi men o'zimga qoladi endi. Ha, o'rtoq, endi qachon yuvamiz bu yangilikni? Kechki payt agar xo'jayinlar ruxsat bersalar ko'rishamiz. Bo'ldi, hop, tamom. Ha, xayr. Voy. Mana qizga like bosibsizmi? Ha, tanimayman uni kimligini. Nega like bosdingiz? Men bilmayman, men like bosmaganman domla, tushunsanmi? Siz like bosgansiz-ku turibdi-ku mana bu yerda. Inson, Instagramga kirganimda video ko'raman, rasm ko'raman. Ishdan charchab turib, bundoq kirgan paytim bilmay bosib o'rgandirman balki. Qattan bilaman, tanimayman bu kim bu o'zi umuman. Qanaqa qilib siz aytinglar bosgansiz bunga like-ni? Yoqdimi sizga shu qiz? Men qara maydalashmaylik bo'ptimi? Hozir urush janjal bo'lib, asab buziladi. Bor undan ko'ra ovqatingga harakat qilgin. Xo'p, nimaga like bosdingiz? Siz aytinglar bosgansiz bu qizga. Bosgan qo'llaringiz sinib ketmasin? Gapni ko'paytirma, qo'y, asabga tegmagin. Bu darajada maydalashmasding-ku, nima bunaqa o'zgarib qolsan? Bor ovqatga qara undan ko'ra. Voy, mazza. Men bilan barobar qiz chet-el yuribdi. Ammo bu mana shu uyda uy ishlari, ovqat, bola. Mana bitta uy olib, Novostroykadan o'zimga uyni olasam ekan. Bitta butik ochvalardim. Qachongacha mana shu uyda qolaman, xizmatkor bo'lib. Shu yoshimgacha hech nima ko'rganim yo'q bu uyda yashab. Alohida yashasam, o'zim butiklarim bo'lardi. Erim bilan ajrashib, o'zim alohida chiqib ketsam ekan. Chetelma maza qilib yurardim mana shunaqa. Keyin mana shunaqa Instagramga zo'r narsalar qo'yardim. Voy, bramazi. Shirinli. Ketamadi. Ishtaha tortmayapti bu narsalarni. Onasi. Xo'p. Men ketdim. Qayerga? Odam bilan ko'rishib olishim kerak edi, oldi berdi bor edi, o'sha hal qilib keling. Kechki payt hech qanaqa uchrashuv bo'lmaydi-ku? Yo, to'g'ri, uchrashuv bo'lmaydi, lekin haligi odamlarni kechki vaqtim bo'ladi deganiga, xo'p, mayli kechqurun ko'rishamiz degan edim. O'shaning uchun borib keling. Yo'q, hech qayerga bormaysiz, kech bo'ldi уже. Nima deganing bu? Nima bormayman? Borib hozir 1-2 soatda kelaman, ko'p qolib ketmayman. Oxirgi payt, kechki payt yurishlaringiz ko'payib ketmayaptimi? Ha, aytgancha kotibingiz ham kecha telefon qilib sizga boshqacha gapirdimi? Yo'q, qanaqasiga boshqacha bo'ladi? Sen hozir noto'g'ri tushunyapsan-da uni. U kotiba mendan so'rab ish qilaveradi. Har safar telefon qilgan menga nimadir bo'lishdan oldin deganman, qilaveradi, bo'ldi, uni muammosi yo'q. Sen nima bunaqa maydalashib ketyapsan borgan sari? Tushunmayman, qanaqadir g'alati qiliqlaring chiqyapti-da. Kundan kun seni men bilmaydigan qirlaring ochilib ketyapti-da. Xuddi yashagisi kelmagan odam bilan gaplashayotgandek gaplashyapsan. Chunki siz o'zgarib qolgansiz. Men o'zgarmadim, sen g'alati qiliqlar ko'rsatyapsan. Men o'shaman. Hozircha battar qilmaylik. Bor, ishingni qilgin, men kelaman. Yo'q, chaqqa ketmaysiz kechki payt. 2 soatdan keyin kelaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qayerda yuribsan? O'rtalarim bilan aylanishdan kelyapman. Kimdan so'rab chiqdingsan? Hech kimdan. Begonalar bilan ko'rishmadim-ku, o'zim o'rtalarim bilan ko'rishib kelganman. Menga qara, shu o'rtoqlaring bilan ko'rishish uchun kimdan ruxsat so'rading? Nima menga aytmading bir og'iz? Telefon qilib qo'ysang o'lasanmi? Begonalar bilan ko'rishmadim-ku, o'zim o'rtalarim bilan ko'rishib kelganman. Tushunmayapsanmi gapimni sen? Jinnipinini yo'qib oldingmi sen? Men senga aytib turibman, nima menga aytmading, telefon qilmading bir og'iz, qayerda yurganingni men bilmayapman. O'z boshimcha bo'lib qoldingmi? Yo'q.
Agar yana bir marta mana shu narsani qaytaradigan bo'lsang, men sen bilan o'zi boshqacha gaplashaman. Kir uyga tez-tez. Keyin safar mendan ruxsat so'rab chiqqan qatga chiqmoqchi bo'lsang ham. Farosatingga o't tushkor. Voy. Ha, qatga? Uyga? Ne? Ajrashaman siz bilan yashamayman. G'alati emasmi? Nima ajrashasan? Sabab nima? Sababi siz o'zgarib qolgansiz. Juda oila bo'lib normal yashamaymiz. Yashamayman siz bilan. Nima yetmayapti senga? Hamma narsani qilib beraman, hammasi zo'r. Senga yomon gapirayotganim yo'q. Yoki bir o'rningga boshqasini topganim yo'q. Nima o'zingdan o'zing ajrashmoqchi bo'lsan hozir? Men ajrashaman. Siz bilan yashagim kelmayapti. Uyimga ketaman. Qo'y, bunaqa gaplar gapirmagin, jinniroqmiz, ha? Gulday oilamizni barbod qilib nima qilasanmi yo'qdi? Barbod bo'lib bo'lgan oilamizni. Ketaman men uyga. Esingda hozir yaxshi ish qilmayapsan, lekin oilamizni barbod qilib. Nima yomonlik qildim men? Mendan yomonlik ko'rdingmi bironta? Yashagim kelmayapti. Men siz bilan boshqa yashashni xohlamayman. Bo'pti, o'zing bilasan. Mayli, bor ketur. Ajrashaveramiz. Suymaganga suykalib yuravermayman men ham. Borgan sari g'alati qiliqlaring ko'payyapti o'zi. Ajrashish qaroriga qat'iymi? O'zi nima sababdan ajrashyapsizlar? Qarorim qat'iy. Yashashni istamagan odam bilan qanaqa yashayman axir? Suymaganga suykalib yuravermayman-ku. O'zi xohlamayapti. O'zi ajrashishni xohlayapti. Bo'ldi, ajrashamiz. Men ham qat'iy ajrashaman, yashamayman. Yana bir marta o'ylab ko'ringlar. Balki fikringizni o'zgartirarsizlar. Yo'q, o'ylab ko'radigan joyi yo'q. Bilmayman, mayda-chuda narsalardan urush janjal qo'zg'atib, katta mojaroga aylantirib tashyapti, ajrashishni xohlayapti. Mayli, ajrashgisi kelsa, ajrashaversin. O'zi xohlaganicha, o'zi bilganicha yashayversin. Yashagisi kelmasa, men ham yashamayman. Sizni xotiningizda hech qanaqa da'voyingiz yo'qmi? Yo'q, da'voyim yo'q. Sizni hech qanaqa da'voyingiz yo'qmi? Meniki bor. Qanaqa da'voyingiz bor? Erimni yarim mol-mulki meniki bo'lishi kerak. Eringiz nomida hech nima yo'qmi? Axir shuncha narsa bor edi-ku, erimda mashina, uy-joy, ofislar bor edi. Qanaqasiga bo'lishi mumkin emas? Aka, xullas shu otamdan qolgan hamma merosni sizning nomingizga o'tkazib turamiz, bo'ptimi? Nimaga? Otam rahmatlidan keyin siz bilan meni oramizni buzish uchun merosga ko'proq egalik qilgan deb aqllilik qiladiganlar ko'payib ketdi. Siz meni jigarbandimsiz, aka. O'rtada hech qanaqa meroslar rol o'ynashi kerak emas. Shuning uchun otamdan qolgan haligi uchastkalar ham, domlar ham, firmani ham hammasini sizning nomingizga o'tkazib qo'yamiz. Men sizga ishonaman aka, hech qachon meni chopib ketmaysiz, chunki siz meni jigarbandimsiz. Biz aka ukamiz. Sizga ishonganim uchun shu narsani qildim. Hali kun kelib hammasi yaxshi bo'lgandan keyin merosni teng yarmidan bo'lib olamiz. O'shanda meni nomimga o'tkazib berarsiz. Ha, o'tkazib beraman, uka. Nima deganing bu? O'zing narsang. Ishonaman aka. Ukangizga hech qachon xiyonat qilmasligingizga. O'tkazib beraman. Bizlarni ajratib oling. Men o'rtoq yashamayman bunaqa ayol bilan. Uzr, sal vaqtim tig'izroq edi. O'zi ajrashishni xohladi. Murodiga ham o'zi yetdi. Rahmat. Voy, to'xtang. Aka, baribir bir kunmas mana shu ish bo'lardi-da. Keliningizni javobini berib yubordim. Chunki mol dunyo uchun yashaydigan ayol menga kerak emas. Bugun bo'lmasa
ertaga pulim yo'q edi, u baribir meni tashlab ketardi. Uni ustiga pul, mol dunyo deb turib, jigarim bilan meni o'rtamga sovuvchilik tushirmoqchi bo'ldi. Shuning uchun hozirdan harakatimni qilib yaxshi bitta solih ayolni qidirib topsam, ertaga yaxshi bo'lib keladi. Shu aka. Siqilma uka, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xohlasa. Mana endi merosda ham bemalol bo'lish usul bo'ladi. Bo'ladi aka. Narsalaringni o'zing nomingga ol. Allohning asragani shu bo'lsin, deyman xotinlar. Yuring aka, ketdik.